bilan bugun men Zervix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz o'sha hardcore'imizni o'ynaymiz va hozir biz shield yasab olamiz. Xo'p do'stlar, sheet yasaymiz va ana shundan keyin shaxtaga tushishimiz mumkin. Qo'limga olmayapti. Endi ko'rmayapti-da. Unda qilsam şimdi. Do'stlar, pastda bo'lib qolibdi mana. Ko'ryapsizmi? Pastroqda. To'xtang. Mana qo'limda turibdi, lekin bog'da ko'rinmayapti. Mana shunisi qilmaydi. Nabarat yaxshi degan bo'lardim. Xo'p, mana ularni maydalamiz va mana bu yerda sliz bor ekan va hozir do'stlar biz buni shunday qilib fakellarni yasab olamiz. Xo'p, bizga juda ham ko'p fakellar kerak bo'ladi bugun va zombi oldimga kelyapti. Yaramas zombi. Men oldimga kelishga qanday jur'at yetdi ekan ana shu zombini. Mana bunday qilamiz deb tepaga chiqib olamiz. Hozir do'stlar ozgina qoldi meni urib qo'yishiga. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir biz birorta uydan kravatni olamiz va uxlaymiz. Wow, non. Juda ham yaxshi non. Ular kerak emas, bu lekin kerak. Savannan topibdi, bu ham kerak. Mayli. Do'stlar, hozir biz shaxtaga tushamiz. Undan oldin esa bizda daraxt yo'qligini ko'rib, daraxt chopamiz. Qishloqlarni uydan chopsam hech narsa qilmaydi. Va hozir mana daraxtlarni chopib olsam, keyin shaxtaga tushaveramiz. Yes, yaxshi hardcore olamda bir kun yashadik. Bir kun yashaganga kim xursand bo'lgan? Hardcore olamida. Men xursand bo'ldim. Hardcore olamda yashash ancha qiyinroq. Fakelim bor, hamma narsam bor. Endi nihoyat tushamiz, ya'ni narsalarni qo'yilgani keldik. Aytgancha Portugaliya bilan O'zbekistonni anaqasini kim ko'rdi? Men ko'rdim masalan, lekin O'zbekiston qoldi. Bu juda yomon, O'zbekiston qolgani. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hey, Kongo bilan o'yinni kim ko'rsa kommentariyaga yozib yuborsin. Kongo bilan o'yinni ko'rdim deb. Xo'p. Kongo bilan hali o'yinga yana bir 3 kundan keyinmi yo 2 kundan keyinmi Kongo bilan O'zbekiston o'ynaydi mana bu yerda. Hop, mana buni o'ldiramiz hozir do'stlar. Mana bu yerda yana zombi bor ekan. O'lib ketsam. Endi mana bu yerlarda yo'qmikan? Birorta temir. Yo'q, bu yerlarda yo'q ekan. Hozir biz non yemizda mana bu temirlarni olib olamiz. Aytgancha men savannadan ketaman albatta. Chunki savannadagi qishloqlar men uchun bo'lmaydi. Menga tekis dunyodagi qishloqlar kerak. Shuning uchun bu yerda men yashab qola olmayman. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Do'stlar, mana bu yerlarda ham yo'llar bor ekan. Oltin aslahali zombiyim do'stlar. Naqas kamyobmi yoki emas? O'lib ketishim ozgina qoldi. Kiyib olamiz va mana bunday qilsa bo'ladi. Bir-birini urushtiramiz. Men ana shunday qila olaman. Va bu jangda zombi g'alaba qozondi. Zombini esa men o'ldirdim birga. Zombini miyasi ishlaymi bor ekan bizda.
Battar pastroqqa tushsak, mana bu yerda bizni shlem kiyib olgan. Hamma kutib turibdilar. O'lib ketgan. Skelet o'ldi deganda. Voy, bu do'stlar, bu yerlar ancha chuqur shkelet-a. Yo, shu nechinchi skelet? Kommentariyada sanaganlar bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar, bu nechinchi skelet? 3-chisimi, 4-chisimi? Hamon shu tursa-ya. Kim shunaqasini ko'rgan? Yo, Deep Slate'ga keldik do'stlar. Xo'p, do'stlar, biz Deep Slate'ga keldik. Deep Slate bu qattiq tosh degani va qattiq toshda baloni o'qi ham yo'q. Yerdan endi bir amalroq chiqib olsam yaxshi bo'lar edi. Bu qismda menimcha faqat shaxtada yuramiz. Yana bilmadim. Xo'p, do'stlar, kanalga like bosib, videoga obuna bo'linglar. Xo'p, bu video qisqa bo'lgani uchun uzr so'rayman. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Bugungi video tugadi. Xo'p.